Assalomu alaykum. Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasining rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul oyi va avgust oylariga yangi qabullar, yangi reyslar yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa sizlarga shularni to'liq va batafsil ma'lumotlar berib o'tkazishga harakat qilamiz. Albatta videomiz boshidan bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa siz obunachilarimizga video davomida oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, batafsil to'liq tushuntirib o'tkazishga harakat qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka mukarramani tashkil qiladi. 14 kun safar mobaynida 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada esa 11 kun 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Madina Munavvarada gastiniya oraliq masofalarni 150-200 metr tashkil qiladi, Makka mukarramada esa 800-900 metr tashkil qiladi. Bemalol piyoda borib kelish imkonini ham beradi. Bundan tashqari, agarda yosh katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, avtobus xizmatlarini ham yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda do'stlar, haftaning har seshanba va chorshanba sanalariga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz Toshkent, Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlar amalga oshirilyapti. Siz qachon va qayerdan bormoqchisiz, bemalol quyidagi raqamlar orqali to'liq batafsil ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga qo'limizdan kelganicha 12 ta viloyatga xizmat qilishdan charchamaymiz. Xo'p, bundan tashqari tajribali va malakali 50 boshlarimiz hamrohligida 14 kun mobaynida sizlarga 10 dan oshiq ziyoratlar va sayohatlarga olib chiqib kelishadi. Qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham tashkil qilganmiz va bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkonini beradigan Toyib shahriga ham safarlarda amalga oshirishingiz mumkin do'stlar. Bemalol biz bilan bog'laning, ya'ni haftaning har seshanba sanasi Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha va haftaning chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimizga qabullar davom etmoqda azizlar. Hoziroq biz bilan bog'lanib, joylaringizni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, bizda ziyoratlarimiz birinchi bo'lib Madina Munavvaradan boshlanadi. Ravza-i Sharif va Qur'on mosmoxonasi, Xurmo bog'i shu kabi ziyorat va ekskursiyalarimiz bor. Bizning ibodatimiz qanday bo'ladi do'stlar? Ham ibodat, ham sayohat, ham ziyorat hisoblanadi. Hoziroq joylarni bron qilinglar va biz bilan bog'laninglar do'stlar. Hozirgi kunda hurmatli obunachilar, narxlarimizga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz $1000 dan qilib belgiladik. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha esa $1050 dan qilib belgiladik. Agarda sizning vizangiz bo'lsa, Farg'onadan yo'nalishimiz $950 dan, Toshkentdan esa $900 dan vizangiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. To'lovlarimizni qanday amalga oshiramiz deganlarga, to'lovlar sizlar Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsalaring, operatorlarimiz tomonidan sizlarga bank shot raqamlarini taqdim qiladi. Bemalol o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Bundan tashqari, agarda siz Farg'ona, Marg'ilon territoriyasida kuzatib turgan bo'lsangiz, bemalol rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini qo'lga kiritasizlar. Xudo xolasa biz sizlarni hammalaringizni mana shu ofisimizda kutib qolamiz. Bizni kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda maxsus va chegirmali narxlarda birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Asosiy so'zingizni aytib rahmat.